Quyida 2026 yilgi Chevrolet Cobalt avtomobili haqida YouTube kanalidagi tomoshabinlar uchun to'liq, qiziqarli va informatsion matn keltiraman, sarlavhasiz formatda. Ma'lumotlar ommaviy manbalarga asoslangan va ayrim detallari rasmiy e'lon qilinmagan bo'lishi mumkin, lekin yangilanishlar bo'lsa ularga ham qo'shish mumkin. YouTube video tavsiyasi. 2026 yilda Chevrolet Cobalt nomi bilan kompakt sinfda yangidan paydo bo'lish mo'ljallanmoqda. Bu model ilgari turli bozorlarda tanilgan bo'lsa-da, endi zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yanada takomillashtirilgan dvigatel variantlari bilan qayta taqdim etilmoqda. Tashqi ko'rinishi va dizayn. Cobalt 2026 tashqi ko'rinishi bilan sportiv va jozibali xususiyatlarga ega. Old qismi keng radiator panjarasi, zamonaviy LED faralari va aerodinamik shakllar bilan bezatilgan. Yon profili silliq chiziqlar va minimal bezaklar bilan chiroyli ko'rinadi. Orqa qismida LED stop signallari va modern bezaklar mavjud. To'liq yoritish tizimi LED bo'lishi ehtimoli katta. Ichki makon va qulaylik. Ichki dizayn zamonaviy konsepsiyaga mos keladi. Yuqori sifatli materiallar, yumshoq qoplamalar, sportiv o'rindiqlar va ergonomik panel. Markaziy konsolda rangli sensorli displey joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto kabi tizimlarni qo'llashi mumkin. Ajratilgan havo yo'llanishi, 2 zonali konditsioner, elektron boshqaruv elementlari kutilmoqda. Orqa o'rindiqlarda oyoq va bosh uchun joy yetarli bo'lishi rejalashtirilgan. Bagaj hajmi ham amaliy bo'lishi kerak, kundalik yurish uchun yetarli bo'lishi lozim. Dvigatel va uzatmalar. Cobalt 2026 bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy variant 1.5 litrli turbo 4 silindrli dvigatel, taxminan 170 ot kuchi va 192 lift moment bilan. Katta hosilali versiyada, masalan, S model, yanada kuchli turbo yoki superchargerli dvigatel qo'llanishi mumkin. Uzatma sifatida 6 bosqichli mexanik uzatma yoki ozgaruvchan uzatma (CHUT) variantlari bo'ladi. Audi va yo'lga chiqishda yonilg'i tejamkorligi ham muhim. Shahar ichida 32 mph, magistralda 40 mph darajasiga yetishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Xavfsizlik va yordamchi tizimlar. Cobalt 2026 Chevy Safety Assist paketini standarti bilan taqdim etishi mumkin. Ushbu paket quyidagilarni o'z ichiga oladi. Avtomatik favqulodda frenaj (AIF), yo'lni saqlash tizimi Lane Keep Assist, to'qnashuvdan oldingi ogohlantirish, orqa kameralar. Yuqori trim variantlarida blind spot monitoring, adaptive cruise control va orqa to'siq ogohlantirish tizimlari bo'lishi mumkin. Bo'lish variantlari va narxlar. Cobalt 2026 modelining S, Ult va Premier kabi trim versiyalari bo'lishi ehtimol. Har bir versiyada turli funksiyalar qo'shiladi. Bazaviydan qulaylik, yuqori versiyasida esa lyuks elementlar. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, asosiy versiyasining boshlang'ich narxi taxminan 17,995 atrofida bo'lishi mumkin. Yuqori trimlar esa 22,500 ga yaqin narxlarda. Haydovchilik tajribasi. Yangi